Makalınınki danisi 11 ming koydun soğudu boldu. Mayak sattı, mayak aldı. Azama qotanga kirimiz. Şinjangda hazır kala qon parazit kesili bilan o'lashga boshladi. Hazır şu amaliy qon parazit kesili bo'lib, kalası o'lab baqqan amaliy tajribasi bor baxmachilarni ziyorat qilamiz. Biz hazır Qarqash nayininki To'quli degan yesida. Salomat tudingiz. Yaxshi tudingizmi, tinchlikmi? Makalla sizningmi? Ha. Qanchalik kalo bor? 50 tane kam kalo. Bu yil payda qandaroq? Bu yil yomon emas. Demak, Ahmad kamning gapi to'g'ri chiqdi. To'g'ri chiqdi. Zada shu Malni uzishdim bir bakın. malni uzitmaylar, tarixdan buyon yanılan mana shu baxmachi, pulva odamlar, baxmachilar. Mushuni yo'qitib o'tgan odam, ziyantat azroq tushib ketgan, yo'qitib o'tgancha bu yo'q edi, pulmo yo'q aqchani hozir. To'g'ri. Hozir davomli izchillashtirib qoldi, mal bor odamcha bo'lsa, yana hozir baxmachilikniki bahor kelyotidi. Kuzda hammalar ma'vo dehqonchilikdan yig'ilgandan keyin bu yil yana mal oladi-ku, hamma bu joqda o'rlab qolarmikin texmo. Hozir şu ölüp ketdi bu bir iş kaydın o'zi şu 2000 koydun. Qo'tanni turib payda qilib qoldi-da hozir. Men tushiramdoq. Hozir tushirdim. Tushirlar. Mani siz satdingiz. Ben sattım. Siz aldingiz. Ma uy sizningki. Qon parazit bo'lgan sizning kalingizmi? Qanchisi? 3 çöpe kan parazit olgan. 3mi? Bu yilmi? O'lab bo'ldimi yo? Ya ölmedi. Ha, Azam bosum setib etdim. setib o'tdingizmi? Qanday bayqadingiz qon parazit ekanligini? Bizniki Bojayan doktor bor. Ha. Shuni bayqadim. Ikki qitim asmasqan bo'ldi. Siz qanday o doktorni nima uchun chaqirdingiz? Qanday alam? Demek normal emas. To'xtab qoldi. Turib oldi. Ha. Bu aptapdan baqdim bo'lmasa, ishchilik baqdim. Qayni xalshaydi, aptap chiqib yetib oldi bu. Shuni qonni tekshirib qon parazit bo'lib ketdimi? Bir nima yegan chaqda ancha bunni ko'rib baqdingizmi? Buni qurib. Qurib. Ha. Yana cho ko'zlar. Yem yemay. Demak, ma'vo tunji vaqtda shundala qolib bir nima yemagandikanlar, mening atap o'tib qolgan o'xshaydi. Yoki men yemeğe kelgan chaq deb o'ylamay, jiddiy qizitmasini o'lchaylar. Jiddiy mal doktordan birini bir mashinaga 30 ko'yliq may keta, ya 20 ko'yliq keta darhol chaqirib, bulab may yazning kuni. Qon parazit bir tekshirib o'taylar. Chunki shu 20 ko'yliq mashinaning may bilan biz 20 ming ko'yliq, 10 ming ko'yliq mallarimizni saqlab qola olamiz. Nechtal kalo ma'vo? Hozir 4 yo'q. Nech puldan satdingiz? Buni asosan 11 ming koydum pul oldu. 11 ming qo'ydimmi? Do'qqa. Her birisi 11 ming koydun satdingizmi? Misharli tushirimizmi? Tushiraylar. Makalıninki danisi 11 ming koydun so'di bo'ldi. Mayak satdi, mayak aldı. Ma ustamning uyi, ma sizning uyingiz, ha? Hozir qotanga kiramiz. Qo'llarni tushirdim ha. Hamma sementalkan. Ya. Kala yugurib udulga kelib usishi mumkinmi? Nam. Voy, qo'pa. Voy. Ha. Mayak qaydaylar. Ayak mana. Ha. Ma birsi mana samiz mana da. Ma ayak mana. Ma. Ha, sakraydi. Ko'donma qo'yma kalma birsi mana samiz kayinda mana dominda. Makalıninki danisi 11 ming koydun so'di bo'ldi. Turqini deyishdingmi yo go'bangi deyishdingmi? Turqinimi? Kilosini 35 koy ben ay. Ha. Kilosini 35 koydum ben bundan. Go'banlab baqdingizmi yo'qmi? Yo'qmasa bu 40 koydun tushmaydi. 38 koy. Hozir necha kilodan keladi danisi? Taxminan 1 tonna 100 kilometre. Hammasimi? Bir tonna bir 250 kilo atrofida hisoblabsiz, ha? Ha, demak, men hozir 40 koydun ilib 26 koy sotadi-da buni bozorga birib. O 15 koy kayniq sotadigan gap. Meningki kunlikka eg'irlik qo'shash orqali foydalab sotadigan gap-da buni.